Ko'pchiligingiz bilgan Toshkent Index avtobozorida joylashgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati manzili o'zgardi. Avval ushbu bo'linma Toshkent Index avtobozori eski blokda, ya'ni aynan shu yerda joylashgan edi. Endilikda esa Toshkent Index avtoehtiyot qismlar bozori S1 blokka ko'chirildi. Yangi manzil avvalgi joydan atigi 250 metr masofada joylashgan. Toshkent Indexning asosiy kirish qismidan yangi manzilgacha bo'lgan masofa esa 650 metrni tashkil etadi. Bu yerga kelganingizda sizni qulay sharoitlar kutib oladi. Qulay sharoitlarga ega bo'lgan transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish hamda hujjatlarni topshirish xonasi. Aynan bu yer kutish zali hisoblanadi, ya'ni issiqda sovuq xonada, sovuqda esa issiq xonada bemalol raqamingiz tayyor bo'lgunga qadar kutishingiz mumkin bo'ladi. Ish kunlari esa seshanbadan yakshanbaga qadar, dushanba esa dam kuni hisoblanadi. Manzilimiz esa S1 blok 1088 Toshkent Index, barchasi bir joyda.